Hasbunallahu ni'mal vekil. Esselamu aleyküm bütün dünyadaki Uygur vatandaşlarım. Ben Ali Masum İstanbul'dan. Ben 2023 4. ay, 5. ay mezgilde bir kısmı matbar kişilerinki teklifi bilen Uygur halkınınki iki cumhuriyet hükümetininki sürgünde hükümetini birleştiriş, halk sayılım kılış degandek bu seferge çıkıp özümüzün bir yardımını kılışını talep kılındı. Talep kılıngandan keyin men bu talepni kabul ettim. Nima olsa Uygur halkı bir birleştikemiz deb. Neyse biz ahırda kıskarttım gipimni. 11. ayının 12. günü kılgan saylamda Nurgul Saud Hanım bu sürgün hükümetinin prezidenti olup saylandı. Hemimiz mübarekleştik. Andın keyin bir yerde Sittarançı narazılığını ve Abdurrahim doktorun narazılığını dep bir bölünüşü oldu. Bir yerde öz fikrimizi dep kayıttı halas. Andın keyin bular her tarafın bir parlament saylam topu, deputatlar falan topu, tepkiş falan topu dep topluluğunu kurup adamlarına kuşkurtup aramızı böldü. Bölüp bu birleştirimiz degen hükümetini bizden katimizden işki kıldı. Bu hazırki Memtun Nala başlığı yeniden saylangan hükümet, hazır hükümet yani 3 oldu. Mening demekçi oğlum, üzerine düşen demekçi oğlum, men Şarkı Türkistan 1933 yılı Sabit Damallı başçılığı kurulgan. 1944 yılı Ahmetcan Efendi başçılığı kurulgan bu devletne, bu bayrağımne cenimden, melimden ve evlatlarımda yaxşı görüme, bu hükümetni yaxşı görüme. Gepimni kıskartıp dedim, hürmetlik Uygur halkı. Men bu hükümetning bo'lishini yaxshi ko'raman. Ammo bizning qatimizdagi bu bölginchi ve Uygur halkını yani koldulup oynaydigan. Özünün milletinin tayini yok. Mesela 10. ayının 24. günü Sittarança, Mine, Nagmit ve Hamid Sıdık üçeylerine mimangı tekledi biz villasıga bardık tuzluk. Bir akşam yattık, mimon bulduk. Mening Sittarança bilen hiç kanda adavatım yok. Ve yoki Abdurrahim doktor bilen adavatım yok. Bir yerde dedi ki, men Uygur emas dedi. Nim dedin desem, Hamid Sıdık çak kıldı dedi. Kanda milletki çak kıldı dep duydum, yandım. Ondan keyin Sittarançıga bolgan ümidim kesildi. Neyse, bir yerde saylamda Nurgul Saud utup çıkıp o saylamda saylandı. Ondan keyin bu bizimki 10 netçe milletvekilini bölüp ekilip kendin bula ve hükümet kuruşka başladı. Biz ündümey keldik. Bunu halk öz bilidi dep. Ahırda endi bula özünü ilan kılıp suyunu bilmeydigan. Mesela Abdurrahim doktorunun dadısını bilmeyemiz. Özbek dep düşünümez. Bomuz Uygur dep çıksın, Uygurlukka neçe bir güvaç tapsın. Biz burunqı devletlerimiz mi başka milletinin kuludu kelip biz veyran boğan. Bu saylam başlanıştan ilgiri bula 3 evlatını bilmesi bolmaydı dep saylam komitesi Abdülhamid Uygur zamanlarda bu gepsizli boğan. Bundan keyin bula hiç suyun bilmeyimiz. Sittarançının ağzıdan anladım. Men Uygur emas degenini. Abdurrahim doktorunun ağzıdan anladım. Men bu gepni saylam rayında saylaş günde
Buni o'rta qo'ydim. Sittiranchi seni millat tanimisan deb baq desam, menga ta'did sag'anda gap so'z qildi. Men ta'diddan qo'rqmayman. Hem ulu bilan ziddiyetim yo'q. Men Uyg'ur xalqining bu hukumatninki pok bo'lishini xohlayman. Hozir bugun qarasam, Abdulla Mirovdin buning lekturi bu ish o'tiribdi. Meni bu hozirgi o'zining bu bo'linib chiqqan yangidan tug'ib, qo'saq ko'tarib tug'ib o'rtadan portlab chiqqan bu hukumatini Ali Masum savdo ministri debdi. Men uning savdo ministri emas. Men Sharqiy Turkiston xalqining ichidagi bir puhra. O'zimning puhralik burjini aman ado qilaman. Davlat qurishga bo'lgan hissamni qatama. Ammo bu bo'lginchi, zaharlik yilonlar. Biz birleştirimiz deb qo'ygan bir hukumatni hozir 3 qildi. Bu nima demak? Bu Uyg'ur xalqining ichiga bir ziddiyat selib, Uyg'ur xalqini tarixda shunday vayronchilikda o'tkazishdan iborat deb tushundim. Bular meni bu savdo ministri deganda ya men ularning yig'ini yo'q. Ya ularningki so'z fikri yo'q. Ya menda so'z fikr og'ini yo'q. Siz bu biz bilan birga bo'lamsa, bo'lmamsa deydigan. Bu yerda bu gap chiqdi. Ondan keyin Abdurahim doktor yana Seyit Taranchi Uyg'urlarni sikib kelgan, butun Uyg'urlarni. Bu Seyit Taranchining Uyg'ur degan odam bilan biz elishimiz dedi. Sen elishsan Abdurahim doktor. Sen Seyit Taranchi bilan elish. Men o'zini degan gapini o'rtaga soldim. Qashingdi ba. Men elimasin. Men İstanbul Zeytinburnu Nuri Paşa mahallesi 15. sokak 13. uyda o'tirman. Teklisang boraman. Bu gap eg'ir kelgan bo'lsa, kelsang oldinga chiqaman, kutib olaman. Har qasingning. Uyg'ur xalqini bunda bo'lish hech kimning haqqi yo'q. Biz Uyg'ur xalqi hozirgi qurilgan xalqni birlashtirish saylimidagi Nurgul Saatni e'tirof qilamiz. Ammo biz hozirgi mantimin ala bo'lgan hukumatni men e'tirof qilaman. O hukumat bo'ladi. Biz birlashimiz axiri. Ammo buning ichida ikki odam bor. Buni men e'tirof qilmayman. Bular Kommunist partiyasiga taslim bo'lgan odamlar. Hozir Sharq Turkiston surgun hukumati mantimin alaning qo'liga o'tgandan keyin ozchiq temizlanib mangdo deb pakizlanib mangdo deb ishonjam bor. Ammo pardani oqsida yana boshqa odam o'ynasa fikrlarimizni qilamiz. Bu hukumat Uyg'ur xalqining jon tomiri. Bu Uyg'ur xalqi uchun xizmat qiladigan bir hukumat. Bularning ko'chaga chiqib yoki o'rtada bir sorun tuzib, Uyg'ur marshini qilmay dungur dumboq chelib Uyg'ur xalqini nima qilmoqchi? Tamam. Bular nima qilsin? Uning bilan ishimiz yo'q. Biz inovatga olmaymiz. Yuqorida demoqchi bo'lgan gapim, bularning bizlarni meni ministr qilib qo'ygani yolg'on. Men o ministrlikni qabul qilmayman. Ammo Sharq Turkiston surgun hukumatiga jon dilim bilan xizmat qilaman. Bular hukumat emas. Seyit Taranchining o'zining millatim paloni deb o'zi chiqsin. Men qulug'im bilan 64 yoshlidim. 10-oyning 24-kuni soat 9 etgan soat 9:40 o'tgan vaqtda o'zining uyida qo'lida bir taksi va buni deb yondi. Buning qishda ikki guvocham bor. Abdurahim doktorma dadisini adını bilmeyimiz biz. Minatim Abdurahimcan, minatim Ali Masum. Dadamın adı Muhammed. O yani büyük dadamın adı Hafiz. Onun büyük dadısının adı Esin Hacim. Onun büyük dadısının adı Tayvacım. Benim dadılırım, uruş tukallarım 1933'ten tatip, uruş katlaşıp, 44. yıl uruş katlaşıp, dadam 112 yaşında 97. yıl vefat oldu. Bo'lmasa tariximni surishtirib ketdim. Bu yerdagi masala, men bularni hech qanday ichki adovatim yo'q. Men
öz xalqimning xizmat qilishga janim pida. Hükümet xizmat qilishga janim pida. Men Uyg'ur xalqini her bir tiniq algan nefsimde yaxshi ko'raman. Bular hazır özünün suyunu bilmeydiğin adam, birisi bakan, birisi başbakan. Diyet ki mesele bu. Bularınki bölgünçiligi bu tarihten bu yan bulap kelivatkan mesele. Bugünkü emas. Sittirancha her qanday yerde Anvar hükümetine 70-80 bin dolar önünde beğenmegen çak yazıp verip. Yani hazır mı bu xalqni mushla qilib aldab bu yerga keldi. Qana gapi bo'lsa, Sittirancha bilan biz bilishimiz, telefon numerim bor, keldisi bormi? Kelsa aldı qarshi olaman. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Abiyatki mesele biz pak bir hükümet bilan birleşip Uyg'ur xalqini birleştirish niyatida. Bu hükümet namıdan emas, Ali Masumning namıdan bütün xalqimga buni tavsiya qilaman. Hurmatli Uyg'ur xalqi, men bu Abdullah Mirovdin e'lon qilgan men savdo ministri emas. Men o hükümetning ichida yo'q. O hükümet biz hükümetni birleştirimiz deb chiqsak, shu nimaning ichidan persentni g'animat bilib, hozir media zamoni bo'lganlikdan gülüplam chiqib, bu hükümeti kurup çıkıp bizni bir yerga minister, onu artist, bunu bu. Ulardan hakkı yok. Bu bizden haberimiz olsa ulanda. Saylamada haberimiz yok. Bizim çakıramaydı. Kana? Bizim çakırsın bir basam ben neyim fikir kıldıkken bu yerde. Çakırmaydı. Ben barıttım çakırgan bolsa. Hürmetli halkım, meninki bu fikrimni bütün Ben endi aşı deydiğimden birinci saylam neticesinde dedim. Bu ikinci saylam neticesinin hiç qanday ahmiyeti yok. Ben onun için buna katılmayman. Birincisine itiraf qilgan bo'lib, bo'lmagan chaqda, eng bo'lmagan chaqda, Shuhrat Said Ahmed Efendining mush ikki prezidenti bir-birini bergan kelmay o'tdi. Anda bu qolsa, 2 yildan tutishib, ishi sangli bo'ladi deganga muvaffaq kelib qolsa, mush adamni men qo'limda yo'qitib qo'ymay, mush parlamentda 30 adamdan bo'lsa bir qurib mush unda bir ishlaydi deydigan bir aq niyatga kelib qolsanglar, meni chaqiringlar. Aşağıda ayrı bir maslahatlaşaydi. Maslahatlashgan chaqdimi, Seyit Taranchi, siz, undan keyin boshqa do'stlar, Nurgul Sodiq xonim bo'lish kerak. Hech kishi heyet quringlar. Mush heyetda biz tikishaydi. Haq tamasha qilib bermaydi. Hozir 7-8 odam ketib qoldi. Men e'tirof qilmayman deb. Shuning uchun mush mening gapimni yaxshi o'ylanglar. Bu Ali Masumning gapi bilan, Maynur G'ofurning gapi bilan, yana bizning gapi bilan hukumat qurilib beqarab maqtagan ish emas. Bu yerda bu haqliq bo'lish kerak. Gapning qisqacha adolat bo'lish kerak. Bir-birimizdan hurmat qilishimiz kerak. Bu hurmat deganni qo'ymadinglar, qilmadi. Adalet degan qilmadi. Mush adolatni tuzatish, hurmatni qilishimiz uchun biz mush 5-6 kishilik bir heyet qurup, mush zot qanday ilib boramiz, mush kirizne degan kelaydi. 3-saylanga zo'limanglar, yomon sat turdi. Uning uchun shaytonlar men qolgan odamni kichik ko'rsatadi. Undan keyin ilm asunna davomli qashi. Haliq nimaga qo'yib berib, talay-talayga ishga o'xshash. O'qib olib davomli uning uchoq bizga pul desak etik. Zondan chiqib qolgan. Mushunda avvalga duch keldik. Uning uchun men sizga deydigan gapim mushu. Biz ayrım bir maslahat ishlaylik, muzokara qilaylik. Muzokara qilib bo'lmagan chaqda, yo 1 yildan, yo 2 yildan bunda prezidentlarimizni chiroyli hurmat qilgan asosda mushu 30 dona parlament a'zosini saqlab qolaylik. Yo'q, buningda bunda qilmayman desangiz, sizning 7-8-10 kishi bilan, Ali Masum bilan mushu ishni ilib bora olmayman desanglar, ilib beringlar. Yo'q deydigan ishlar bo'lsa, chiroyli kelishib muzokara qilib, bu ishni chiroyli ilib boraylik. Seyit Taranchi efendim Uyg'ur, Uyg'urni sikib kelgan, Uyg'urlarga yetib qolib kelgan. Bu odam Uyg'ur emas degan odam bo'lib qolsa, biz hammamiz shohid. Agar bizga Uyg'ur emas bo'lib qolgan bo'lsa, biz salom qilmaydik. Biz Uyg'ur xalqining ichidan chiqqan milliyatchi odam, davlatchilik eng yuqori, mush Uyg'ur xalqining da'vosi uchun eng jiq bedel to'layotgan odam deb bu odamning keyin yuribamiz. Sizmi shunday? Uyg'urimiz Fransiyadan ish qiladi, Uyg'urimiz Amerikadan ish qiladi. Ashalik berayotgan odam. Shahar o'tirdim, shahar kelib, Qirg'izistonda mishar kelib, bir jansozlik qilayotgan bir odamning bu odam Uyg'ur emas ekan degan gapiga asli chin tutgan bo'lsanglar, ahmoq keysizlar. Uning uchun mening deydigan gapim mushu, mushni muzokara qilaylik. Bu uchinchi deb o'tirib o'zingni avar qilmanglar. Bu faqat ahmoqlik. Bu fikirimiz Allohga emanet. Meni ma topdan chiqarib etdinglar, zondan chiqarib etdinglar. Her gap olaysan gapini besib etdinglar. Mening bu to'g'ridan hech qanday ahmiyat qolmabdi dedim. Chunki birinchi qatimliq saylam uchun chin turdik. Ikkinchi qatimliqda bu o'tirib anglashga edim beabsiz va bu qilayotgan bu qilayotgan hech qanday ahmiyati yo'q. Mana deb qo'yay. Asos qaydan chiqib qoldi. Mushu asos chiqib qolgan odamni qayta yig'ish uchun men degan fikrlarni bir o'ylash baqayli. O'zaro. Talib Atajon efendim, haqiqa dunyoga tomosha qilib bermaydi. Keyin Najib ashunga shu gapni ma'qul deb, mush ishni qilmabdi deb qolmang. Uning uchun biz buni yana bir tushib, nurg'un masalalarni hal qila olamiz. Ministerliklar birinchi Prezident hürmetlik Seyit Taranchi efendim. İkinci Avam Palata Başlığı hürmetlik Talip Atacan. Üçüncü Kengeş Palata Başlığı hürmetlik Doktor Abdurrahimcan. Dördüncü Taşqi İşler Ministri hürmetlik Abdug'ufur Miravidin. Beşinci
İçki İşler Ministri hürmetlik Risalet Arif. 6. Müdafiə Ministri hürmetlik Ali Maris. 7. Səhiyyə Ministri hürmetlik Nur Muhammed Karahan. 8. Maliye Ministri hürmetlik Nurgul Savut. 9. Maarif Ministri hürmetlik Gulnar Gazi. 10. Adliye Ministri hürmetlik Gani Gupur. 11. Dini İşler Ministri hürmetlik Keşfullah Damıllam. 12. Sanaat ve Savdo Ministri hürmetlik Ali Masum. 13. Hükümet bayanatçısı hürmetlik Şarvanem Ahmet. 14. Tenterbiye Ministri hürmetlik Halid Ataman. Yardımcısı Murat Gilemçi. 15. Uçur Alaqa Telgraf Başkuruş Ministri hürmetlik Muhtar İsmail. 16. İctimai Ministri hürmetlik Tursunay Kasım. 17. Sayahat Köçmenler Ministri hürmetlik Gülbahar İslam. 18. İstihbarat Ministri hürmetlik Zühre Eysa. 19. Aile ve İctimai Mülazimet Ministri hürmetlik Meryem Yunus. 20. Kişilik Hukuk Konsulu Ministri hürmetlik Abdugupur Karahan. 21. Hemkarlık Konsulu Ministri hürmetlik Yadikar Gani.